iltimos. Yana 6 ta qoldi. Eplaysan, o'g'lim, eplaysan. Bir. Dada, ikkita qildim-ku. Ay! Yana 4 ta. Har bitta gapirgan ortiqcha gaping uchun yana qo'shilib boraveradi. Bormi gaping? Bo'la qol, bo'la qol. Tur. Dadasi, charchadim deyapti-ku. Buncha qiynadingiz bolani. Sen borib ishingni qil, aralashma. 5 qoningni. Dadasi, siz bolaga o'rgatyapsizmi yoki uni sindiryapsizmi? Bilasanmi xotin? Hayot ham shunday qiynaydi. Lekin u onasiday himoya qilib turmaydi. O'g'ling ertaga yiqilganda qaytib tura olishi uchun kuchli bo'lishi kerak. O'sha kuchni hozirdan o'rganmasa, hozirdan yig'masa, ertaga kech bo'lishini bilasanmi? Onasi. Sen uni asrayapsan. Avaylayapsan, himoya qilyapsan-a? Oqibatda bilasanmi nima qilyapsan? Sen uni irodasiz, ojiz qilib tarbiyalayapsan. U ertaga qochishga o'rganadi. Nimadan? Mas'uliyatdan, majburiyatdan, hayotning og'ir zarbalaridan. Keyin olib yuramiz. Nega haqiqiy erkaklar kamayib ketyapti deb. Shunday emasmi?